Reja. Tavarruk tushunchasi. Tavarrukning qo'llanilishi. Tavarruk shaxsiy moliyalashtirish sizga shariatga muvofiq naqd pulga oson kirish imkonini berishga moslashtirilgan dastur. Tavarruk moliyalashtirish usuli bo'lib, xaridor tovarni kechiktirilgan shartlarda sotib oladi va keyin uni uchinchi shaxsga naqd pulga sotadi. Tovar ribodan qochgan holda likvidlikni olish uchun ishlatiladi. Bank tovarni yetkazib beruvchidan sotib oladi va ularni mijozga sotadi. Keyin mijoz kerakli naqd pul olish uchun tovarni boshqa yetkazib beruvchiga sotadi. Tavarruk uchun oltin, kumushdan boshqa barcha tovarlar mos keladi, lekin odatda metallar, palma yog'i va boshqalar ishlatiladi. Tavarruk odamlarning ehtiyojlarini qondiradi va ularning talablariga javob beradi. Ya'ni qiyinchilikni bartaraf etish, shuningdek mulkni himoya qilish uchun shariat miqyosida javob beradi. Ushbu tuzilma likvidlikka bo'lgan talabni qondirishdagi bugungi qiyinchilik sharoitida talab etiladi. Mijozning ehtiyojlarini qondirish uchun riboga asoslangan obyektga qaytish imkoniyatini yengib o'tish uchun tavarruk ularning muammolariga yechim sifatida taqdim etiladi. Umuman olganda, tavarruk atamasi odatda Yaqin Sharqda keng qo'llaniladi. Tavarruk kelishuviga ko'ra shartnomalarning o'zaro shartligi jihatdan ahamiyatsiz deb hisoblanadi. Buning sababi bank sotilayotgan tovardan foydalana olmaydi, chunki u ochiq tovar bozorida uchinchi shaxslar tomonidan sotiladigan bank bo'lmagan aktiv. Bank oddiygina qayta sotib olish yoki hatto tovarni o'z kitoblarida saqlashga qiziqishi yo'q. Shuning uchun u ikki broker o'rtasida amalga oshiriladigan haqiqiy iqtisodiy bitim tuziladi. Bitimning o'zi tovarga qo'shimcha qiymat keltirmasa-da, tovar savdosi mijoz uchun zarur bo'lgan qarzni yaratishga imkon beradi. Tavarrukni misolda ko'rib chiqsak. Ali kichik to'qimachilik fabrikasiga ega va $2000lik mingta ko'ylak buyurtmasini bajarish uchun darhol unga $10,000 kerak bo'ladi. Ali xomashyo sotib olish uchun bu miqdordagi muhtoj. Mato, tugmalar va iplar kabi. Ali mingta ko'ylakni tayyorlab yetkazib berish va to'lovni 3 oydan kamroq vaqt ichida olishni kutmoqda. Shunday qilib, xomashyoga bo'lgan naqd pul talabini qondirish uchun Ali do'sti Biloldan $11,000 ga avtomobilining to'lovini kechiktirish sharti bilan sotib oladi va bu summani 3 oy ichida to'lashga rozi bo'ladi. Ali bu mashinani boshqa do'stiga $10,000 ga sotadi. Shunday qilib, Ali buyurtmani bajarish uchun 3 oy davomida $10,000 oladi. Ali buyurtmani 80 kun ichida bajarib, buyurtmachi firmaga yetkazib beradi va $20,000 miqdorida to'lovni oladi. Ali to'lov muddati kechiktirilgan holda sotib olgan mashinani uchun Bilolga $11,000 to'laydi. Tavarruk shariatga nuqtai nazardan. Imom Ahmad ibn Hanbal va Imom Shofiy odatda teskari murabbaga ruxsat beradilar. Boshqa ba'zi ulamolar buni joiz deb bilishmaydi. Biroq barcha 4 mazhab afzal ko'rgan nuqtai nazardan bu joiz. Aufining nuqtai nazaridan agar tovar asl sotuvchiga kechiktirilgan to'lov asosida sotiladigan bo'lsa, u haqiqiy emas. Biroq agar tovar uchinchi shaxsga sotiladigan bo'lsa qabul qilinadi.